Bugungi videoda men Counter o'ynayman. Counterdagi mana bu Castle zonasida o'ynayman. Zombilik o'tkazamiz. Kirdik. Avval zombi bo'lish kerak. Mana bu taraf tirilgandan keyin mana bu yerga sakraydi. Bu yerdan sakrab chiqib mana bu yerga sakrash kerak. Mana atroflarni ko'rsangiz bo'ladi. Biz orqa tarafdamiz. Hozir mana bu yerdan o'tib ketaman. Endi qaytib kirib bo'lmaydi bu yoqqa. Keyingi raund qilish kerak. Mana keyingi raund boshlandi. Endi yana o'sha yerga chiqish kerak. Kelib sakraymiz bir marta. Bu yoqqa qarab yana birdan sakrab bu yerga sekin tushish kerak. Mana bu yerda devor, bu yoqdan qarasak ko'rinmaydi.